13-may sanasida turibmiz. Yangi yo'ldagi kavrak ko'chat uchun ekilgan kavrak plantatsiyadamiz. Kavraklarimiz hali o'sishda davom etyapti. Birinchi mayladan boshlangan dori quyish. Vegetatsiya davri tugashni boshlaganda dorilarimizni quyish boshlaganmiz. 10-15% uyquga ketgan, qolgani hali ishlayapti. Ko'rsanglar bo'ladi. 2 quloqli kavraklarimiz juda bayi kattalashib, 3 quloq, 4 quloqliga o'tdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Kavraklarimiz ishlashda davom etyapti. Har doim videolarimizda aytgandek, kapilnida baribir rezultatimiz boshqacha bo'ladi. Ustidan suspenziya quyayotgan Qashqadaryo viloyatidagi kavraklardan bu ancha boshqa. Ular 1-aprelda quyildi, bular 1-mayda boshlangandagi holati ham ulardan yaxshi hozir. Kapilnida dorini rezultat berishi 3-4 barobar kamida yaxshi bo'ladi baribir. Bu kavraklarga ham dorilarimiz to'liq quyilmadi. Orada ba'zi sabablarga ko'ra qolib ketdi. Chala ichdi dorini, chala ichgandagi holatini ko'ryapsizlar. Birinchi mayda boshlayotganimizda kavraklar уже uyquga ketishga boshlagan edi. O videolarni ham qo'yamiz. Hozirgi holatini ko'rib turibsizlar. Yam-yashil o'sishda davom etyapti. Xudo xohlasa dorilarimiz vegetatsiya davrini cho'zyapti. Boshqa joydagi kavrak ko'chatga ekilgan kavraklar hammasi uyquga ketdi. Ularnikilar hali o'sishda davom etyapti. Hali yana Xudo xohlasa kamida 1-2 oy boqish niyatimiz bor. Dorilarning xususiyati mana shu kapilnida zo'r seziladi. Agar bu to'liq ichib, agar shu aprel, mart oylarida boshlanganda bu rezultat boshqacha bo'lardi. Ko'rishingiz mumkin. Biz dori quyishni boshlagan paytimizda hammasi 2 quloq kichkina ko'chatlaydi. Bunaqalar hali ham yo'q emas. Hali ham orasida nechadir foiz hali kichkinalari ham bor. Baribir hammasi bir xil o'smaydi. Lekin liderlari ko'p. Umumiy holatga zo'r o'syapti. Ko'rishingiz mumkin. Bizdan dorimizdan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun kapilni yig'ganinglar rezultat suspenziya quyilgandan, qo'lda quyilgandan ancha yaxshi bo'ladi. Kapilni baribir kapilnilik qiladi. Kapilnini baribir ustidan suspenziya qo'yganga, sepganga solishtirib bo'lmaydi. Rezultat ancha boshqacha bo'ladi. Ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Bu bitta polya emas, bu bitta 1 gektarlik ko'chat uchun sepilgan.